Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa navbatdagi ishimiz o'z yakuniga yetdi. Ishlarimizni ko'rib baho berasizlar. Xudo xolasa juda go'zal holatda yakunlandi. Kottej forma bo'lib solindi. Xudo xolasa o'sichoklariga e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p, kirishimizda katta zal. Xo'p, bu tomon kuxnya bo'ladi. Bu tomon spalni, dush, tualet. Xo'p, bu ham mehmonlar uchun bu xona kattaroq. Bu ham spalni. Xo'p, ishlarimiz juda chiroyli holatda bo'ldi. G'ishtlarda liniyalariga e'tibor berasizlar. Xo'p, choklari barchasi juda go'zal holatda. Xudo xolasa egalariga uzoq yillar xizmat qiladigan uy bo'ladi inshaalloh. Ishlarimiz sifatiga bir baho beringlar. Hammasi juda zo'r, xudo xolasa. Hammasi juda chiroyli holatda yakunlandi. Kuzatib boringlar, xudo xolasa. Tomlarini ham eng yaxshi holatda, eng go'zal holatda bitkazib sizlarga namoyish qilamiz. Xudo xolasa kuzatishdan to'xtamanglar. Xudo xolasa eng yaxshi ishlarimiz hali oldinda.